aka, endi ishingiz yurishib, hayotingiz o'z o'rniga, iziga kelganda aka, bo'lar bo'lmas insonlar telefon qilishni boshlaydi ekan. Hayotingizga kerak emas insonlar, hayotidan chiqarib yuborgan insonlar sizni keraksiz deb telefon qilishni boshlaydi. Bilmayman nimaga? İnsanlar shu darajada bo'lib ketgan, hammasi mansab degunimcha, qarang aka. Qilgan odamni qarang. Men hech qachon kontaktni o'chirmaganman. Keyingi yolg'onni eshitamiz. Alo. Alo. Eshitaman, kim bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Tanimadingizmi? Yo'q, uzr, tanimadim. Maqsadga o'ting. Sog'indim. Sog'indim? Hech narsa qilmaydi. Sizdan birinchi sevgi izhor qilgan. U payt yosh bo'lganman, pulim bo'lmagan. Bilaman, hozir meni eshitgisi kelmaydi. To'g'ri, xato qilganmanmi? Sen xato qilmagansan, men seni sevib, men xato qilganman. Sen meni ko'zimni ochgansan, bo'ldi. Kechiring, menga keraksiz. Menga kerak bo'lgan paytingda tashlab ketgansan. O'lmadim. Sen ham o'lmaysan. Boshqa gaping yo'q? Oxirgi marta imkon bering. Senga imkon beraverib, uje imkon berishga vijdonim ham qolmadi. Sen meni shunaqa paytimda tashlab ketding, eshit meni gapimni. Sen meni shunaqa paytimda tashlab ketding, pulim yo'q, puliga muhtoj, atrofda mehr talab bo'lgan paytimda tashlab ketding. Undan keyin aytganman, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deganman. Sen nima qilding? Hech narsaga qaramasdan yangi yigit topding, ketding. Uni qo'lida nima bo'lding? Xor bo'lding, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi battar bu. Endi meni tomosha qil, qanaqa baxtli yashashimni. Seni o'sha meni hech qachon odam bo'lmaydi, bu hech qachon hayotda bir nimagadir erisha olmaydi deganlar bilan birga meni baxtimni tomosha qil. Ayolimni, farzandlarimni qanaqa baxtli qilishimni faqat tomosha qil, bo'ldi. Agar mabodo eshit, meni gapimni eshit. Sen faqat eshitasan, gapirish haqqing yo'q, sen eshitdingmi? Bu hayotda sen yo'q insonsan. Kechiring. Bitta gap esingga tushib ketdi. Mayli alda, mayli kul, qaytar dunyo tayyor tur degan. Shu narsa seni boshingga tushdi. Mayli, o'zing yo'l tanlading, o'zing baxting, o'zing xohlaganingni qil bu yog'iga. Men sen bilan endi ishim yo'q.